shakli o'zgargan yer ostki novdalar. Ikkita vazifani bajaradi. Birinchisi oziq modda to'plash, ikkinchisi vegetativ to'plash. Testda keladi. Tugunak nisbat piyoz boshining umumiy xususiyatlari. Birinchisi oziq modda to'plash, ikkinchisi vegetativ to'plash. Tushunarli? Tushundingizmi? Demak, bu umumiy xususiyat. Endi shakli o'zgargan yer osti novdalarga kiradi. Piyoz bosh. Piyoz degan narsa yo'q. Piyoz bosh, tugunak va idish qo'yi. Hop, piyoz bosh, tugunak va idish qo'yi. Tushundingizmi? Demak, idish qo'yi, tugunak, piyoz bosh ekan. Boshlaymiz piyoz boshdan. Hop, piyoz bosh bu siz biladigan o'sha piyozni novdasi. Bu meva emas. Demak, piyoz bosh tuzilishi qanaqa bo'ladi desa, hop, tuzilishi bo'ladi past qismida kalta poyachasi. To'g'rimi? Kalta poyacha. Kalta poyachadan yuqoriga qarab bir poya o'sadi. Ya'ni mana bilasiz, bir poya o'sib chiqadi. Tushunarli? Ya'ni novdasi. Pastga qarab qo'shimcha ildiz o'sadi. To'g'rimi? Demak, qo'shimcha ildiz. Endi piyoz boshini undan tashqari bo'ladi. Hop, nimalari bo'ladi? Qo'shimcha kurtaklar. Tushunarli? Nega qo'shimcha kurtak bo'ladi? Undan tashqari piyoz boshi tashqi tomonidan qoplangan quruq qovoq bilan bilasiz, sariq bo'ladi. Ichki tomonidan qoplangan seret qovoq bilan. To'g'rimi? Seret qovoq bilan. Hop, seret qovoq suvli bo'ladi va buni seret qovoqning ikkinchi nomi shakli o'zgargan barg. Hozir ham o'tamiz. Testda tushadi. Shakli o'zgargan yer ostiga barglarni toping. Shakli o'zgargan yer ustidan toping. Yer ustiga barglarni toping. Tushunarli? Demak, piyoz boshining qobig'idagi seret barglar bu shakli o'zgargan yer ostiga barg ekan. Tikan, gajak bular yer ustiga. Tushunarli? Demak, tushundingizmi? Shakli o'zgargan barg ekan. Bu piyoz bosh tuzilishi shu. Kiradi piyozlar, lola, liliya, nargis kirishi mumkin, gladiolus, boychechak va boshqa o'simliklar. Tushunarli? Ya'ni piyoz boshi kitobingizda berilgan. Tushundingizmi? Kitobda berilganini so'rayman hozircha. Hop, tushundikmi? Piyoz boshi tuzilishi shu. Nimasi bor ekan? Quruq qovoq, seret qovoq, kalta poycha, qo'shimcha ildiz va qo'shimcha kurtak bor ekan. Tushunarli? Hop, keyingisi tugunak. Hop, tugunak. Tugunak tuzilish jihatdan sharsimon bo'ladi. To'g'rimi? Va tugunakda boshqa yer osti novdalardan farqi nima bo'ladi? Ko'zchalari bo'ladi. To'g'rimi? Ko'zchalarda joylashadi. Nima joylashadi? Yon kurtak. Eslab qoling. Demak, yon kurtagi bor ekan. Tushunarli? Demak, faqat tugunak uchun xos. Bundan tashqari ko'zchalardan o'sib chiqadi. Ko'rgan bo'lsangiz, kartoshkani ko'p joyda, ko'p joyda saqlasanglar, uni ildizda o'sib chiqadi. Demak, bu qo'shimcha ildiz. Nimaga qo'shimcha ildiz deydi? Chunki bu shakl o'zgargan yer ostiga novda. Tushunarli? Novdadan qo'shimcha ildiz. Undan tashqari bo'ladi bizda tugunakda qanaqa kurtak? 3 ga. Tushunarli? Demak, yo qo'shimcha ildizi bo'lar ekan, yon kurtagi bo'lar ekan, ko'zchasi bo'lar ekan va uch kurtagi bo'lar ekan. Tushundingizmi? Tuzilish shu. Demak, piyoz boshli tugunakka o'xshashligi qo'shimcha ildizining bo'lishi. Tushunarli? Yon kurtak, ko'zcha, uch kurtak demak farq qiladi. Tushundingizmi? Mana shu piyoz boshli tuzilish. Tugunak tuzilish. Tugunak o'simliklar, kartoshka, patat, shoygul, topinamiz. Tushunarli? Demak, tugunakni tarkibida kraxmal to'planadi. Kraxmalga sifat reaksiyasi bu yod. Ya'ni kraxmalni olib, ustiga yod tomizsangiz, agar u haqiqatdan ham kraxmal bo'lsa, ko'karadi. Agar kraxmal bo'lmasa, boshqa modda bo'lsa, yod ta'siri, yod qanaqa rang? Qizil. Qizil yoki qo'ng'ir rangga kirishi mumkin. Tushunarli? Demak, haqiqatdan kraxmal bo'lsa, demak u neytrallanib ko'k rangga kiradi. Faqat kraxmal shunaqa. Tushundingizmi? Shuning uchun kraxmal uchun sifat reaksiyasi bu yo'l. Sifat reaksiyasi bilasizlar, moddani aniqlash uchun o'tkaziladigan reaksiya. Tushunarli? Demak, mana shu ekan. Endi
Hop, ana shu kraxmal keyin poyada glyukozaga aylanadi. Keyin nimaga harakatlanadi? Bargga boshqa joyga. Keyin qaytadan tushib yana kraxmal nimada tugunakda zaxira modda sifatida to'planadi. Tushunarli? Mana oziq modda to'plash degandek bo'ladi birinchi so'z. To'g'rimi? Shu ekan. Keyingisi ildiz poya ekan. Hop, ildiz poya nima? Ildiz poya bu tuzilish jihatdan poya, ya'ni shakli o'zgargan yer ostiga novda, ildiz emas. Demak, ildiz poyaning tuzilishi qanaqa? Desa, ildiz poya bo'g'imlarga bo'lingan. To'g'rimi? Demak, ildiz poyada bo'lar ekan bu. Ildiz poyada ham bo'ladi. Uchki kurtak. Ildiz poyada ham bo'ladi yana. Ko'rgansiz, o'mayni ildiz poyasi, to'g'rimi? Ajriqni ko'rgansiz, mana bunaqa bo'ladi. Demak, qo'shimcha ildiz. Hop, qo'shimcha ildiz. Bundan tashqari, ildiz poyani yuzasidagi qobiqlari shakli o'zgargan barglar yozib qo'yibdi. Ildiz poya shakli o'zgargan bargdan ham iborat. Tushunarli? Buni nomi sparafil deyiladi. Tushunarli? Demak, u boshqa narsa u. Shakli o'zgargan barg, lekin tuzilish jihatdan boshqa. Masalan, sparafil faqat qirq bo'g'imli shakli o'zgargan barg, lekin shakli o'zgargan barg. Buniki seri. Tushunarli? Tuzilish jihat ikkalasi ham shakli, masalan, o'tdik. Qo'shimcha ildizlar, uchki nima bor? Havo ildizi ham bu shakli o'zgargan ildiz, yoki ildiz meva ham shakli o'zgargan ildiz. Yoki havo ildizi ham, to'g'rimi? Uchrasi uch xil. Xuddi shunaqa. Bunda ham shakli o'zgargan barg faqat seri qobiq sifatida namoyon bo'ladi. Tushunarli? Demak, ildiz poyadagi qobiqlar ham ekan ustiga chizildi. Demak, shakli o'zgargan yer osti barg. Tushundingizmi? Ildiz poyani tuzish shu. Menimcha qo'shimcha kurtagi bo'lmasdi ildiz poya. Ha. Bo'ladi ustoz. Demak, uchki kurtagi bo'lar ekan, qo'shimcha ildiz, qo'shimcha kurtagi ham bo'ladi birozgina. Hop, demak, qo'shimcha kurtagi ham yozib qo'yasizmi? Mana shu qo'shimcha o'tkazadi. Qulay sharoitda yangi yer usti poya o'sib chiqadi. Hop. Demak, ildiz poya bilan piyoz boshini o'xshashligi qo'shimcha kurtak bo'ldi. Ildiz poya bilan piyoz boshini o'xshashligi shakli o'zgargan barg bo'ldi. Hop, demak, ildiz poya, piyoz bosh, tugunakning o'xshashligi oziq modda to'plashi, vegetatsiya ko'payishi va qo'shimcha ildiz. Eslab qolinglar, qo'shimcha ildiz hech qachon bir-biridan farq emas. Hammasi bo'ladi qo'shimcha ildiz. Tushunarli? Hop, ildiz poyaga xos faqat bo'g'im, tugunakka xos faqat yon kurtak, piyoz boshga xos faqat quruq qobiq va serik qobiq. Tushundingizmi? Tushundikmi? Mana shu. Tushundikmi? Uch kurtak tugunakda bor, ildiz poyada bor. Tushunarli? Mana shu. Hop, demak, endi bilishingiz kerak, shakli o'zgargan yer ostiga novda nima, yer ustiga novda nima. Hop, demak, o'zimiz shakli o'zgargan deganman shuni. Qisqartirib aytaman, metamorfozlashgan. Tushunarli? Yer ustiga, yer ostiga. Metamorfozlashgan degani bilan shakli o'zgargan bir xil ma'no oladi. Shakli o'zgargan, metamorfozlashgan yer ustiga novda bu nima edi? Gajak va tikan. Gajak va tikan ekan. Tikan bo'ladi do'lanida. Gajak bo'ladi tokda, qovoqda va qulupnayda. Qovoq deganda bodring, qovun, tarvuz, handalak tushunmaydi. Tushunarli? Hammasi bitta qovoqda ishlaydi. Tushunarli? Demak, tokda bo'lar ekan, qovoqda qulupnayda ekan. Tushundingizmi? O'sha qovun, tarvuz bular ham hammasi o'sha qovoqning bitta turi. Demak, bu gajak, yekichinga. Tikan bo'lsa do'lanan tikan. Demak, bular shakli o'zgargan yer usti novda, barg emas. Yer osti novda sizlar biladigan mana bu uchalasi, ildiz poya, tugunak, piyoz bosh. Tushunarli? Bu novdalar. Endi, biz o'tishimiz kerak
Nimani shakli o'zgargan yer ostiga va yer ustiga ildiz. Xo'p, demak, yozaman. Metamorfozlashgan ildiz bo'lishi mumkin yer ustiga, bo'lishi mumkin yer ostiga. Yer ostisini bilasiz. Bu ildiz hop, demak, ildiz meva. Yer ustisi bo'ladi. Qaysidi? Tayanch ildizlar va havo ildizlarimidi? To'g'rimi? Demak, metamorfozlashgan ildiz yer ustisi bo'lsa, tayanch va havo ildizlari boy banyanda, og'jo'xor, makajo'xorda. Ildiz meva bo'lsa, tut, rediska, sholg'om, lavlagi shular. Shularda yer osti tezda keladi hozir. Hop, tushundikmi? Yer ostisi ildiz meva, yer ustisi bo'ladi. Buniki yer ostisida bo'lgan 3 ta yer ustisi bo'ladi. Endi metamorfozlashgan barg bo'ladi. Bu ham bo'ladi yer ustiga, bu ham bo'ladi yer ostiga. Yer ostiga bargni ko'rdik hozir. Piyoz boshidagi qobiq bilan ildiz poyadagi qobiq. To'g'rimi? Demak, piyoz boshining seret qobig'i ildiz poyaning ildiz poyadagi sparafit. Shularni yoki ildiz poya qobiqlar. Yer ustiga bo'lsa bo'lishi mumkin tikan, masalan, kaktus bilan zirk. Bo'lishi mumkin gajak, no'xat bilan burchoq. Shularni demak, no'xat burchoq. Tushundingizmi? Mana shu. Tushundikmi? Mana shu metamorfozlashgan nodira. Har qanday